Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol berdilar. Bir inson bir narsani niyat qilmoqchi bo'lsa, uni qilishlik kerak, shu amalni qilishlik kerak deb eshitganman. 40 kunlik ribotni niyat qilgan bo'lsa, so'ng ribot tura olmasa, hukmi qanday deb so'rabdilar. Haqiqatda niyatlar masalasi bu juda ham katta bob. Buni bir darsda tushuntirishlik qiyin, lekin biz mana shu bizga kerakli joyini olamiz xolos. Uzun hadisda biz bu hadisni bizga kerakli joyini oladigan bo'lsak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam niyatlar masalasini tushuntirdilarda, aytdilarki, bir banda yaxshilikni niyat qilgan bo'lsa va uni mana shu yaxshilik niyat qilgan bo'lsa, unga bitta ajr yoziladi. Ya'ni bu narsani qilmasdan turib, Alloh taolo bir yaxshilikni niyat qilgan insonga ajr yozadi. So'ng mana shu ishni qiladigan bo'lsa, bittadan 10 tagacha to 700 tagacha, ya'ni ixlosiga, niyatiga qarab 700 tagacha yozib berishligi mumkin. Va kimda kim yomon ishni qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, to bu ishni qilmaguncha Alloh taolo yomonlikni yozmaydi. Agar Alloh uchun tark qiladigan bo'lsa, Alloh taolo ajr yozib qo'yadi. Lekin bu ishni qiladigan bo'lsa, bitta gunoh yozib qo'yadi. Demak, bizga kerakli joyi, bir inson yaxshi ishni qilmoqchi bo'ldi, lekin bu ishni qila olmagan bo'lsa, bu insonga gunoh yo'q, balki yaxshi ishni qilmoqchi bo'lganligiga ajr ham oladi, bu ishni qilmasa ham. Lekin qilsa, albatta ajrini yanada ko'proq oladi. Lekin bu yerda savoldan maqsad nazr bo'lsa, ya'ni niyat boshqa, nazr boshqa. Nazr degani inson o'ziga vojib bo'lmagan narsani vojib qilib olishlik. Ya'ni men so'z beraman yoki Allohga qasam ichaman yoki o'zimga bir ahd olamanki, 40 kun roza tutib beraman Alloh uchun desa, bu nazr bo'lib qoladi. Buni albatta qilishlik kerak bo'ladi. Lekin ammo oddiy niyat bo'lgan bo'lsa va bu narsani qila olmagan bo'lsa, bu insonga gunoh yo'q, balki bir sabab, bironta uzr bilan qilmagan bo'lsa ham, mana shu yaxshi niyat qilganligini o'ziga haqiqatda chin dildan yaxshi shu ishni qilmoqchi bo'lib niyat qilgan bo'lsa, bunga hatto savob ham yoziladi. 40 kunlik savob yozilmasa ham mana bu yaxshi niyat savobi yoziladi. Vallohu a'lam.